Bu nima bu? Qum tarkibida nima bu? Juda yarqirayapti. Tilladigan xayolga boryapmiz. Bu qumlar Dang'ara tumanidagi Tattiqsaroy qishlog'i yaqinidagi qum barxanlari. Farg'onada ham mana shunday qumloqlar bor. Va aytib o'tganimdek, bizning e'tiborimizni tortgan mana bu, mana yarqiroq qum tarkibidagi moddalar bo'ldi. Tasvirga qay darajada ko'rinyapti bilmadik. Aytmoqchi bo'lganimiz bu haqida emas. Mana bu hozir tasvirga olish jarayonlari ketyapti. Ilgari bitta rolik yoki lavha tasvirga olish uchun katta jamoa ishtirok etardi. Hozir bu jarayon juda ham soddalashib ketdi. Xodimlar jamoa safi ham qisqarib ketdi. Bittagina telefonning o'zi kifoya. Albatta qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Cho'l bilan bog'liq, qum bilan bog'liq qiziq manzara. Hatto turizmni rivojlantirsa bo'ladigan maskan ekan degan xulosaga ham keldik. Bu yerda qarang, mana bunday daraxtlar o'ziga xos muhitni beryapti. Bir necha gektar maydonni mana bunday qumli hudud egallagan, lekin mavzudan chekinmaymiz. Biz bu yerga tasvirga olish uchun kelganmiz, lekin tabiatni sizlarga ko'rsatgimiz keldi. Juda ham ajoyib.